Respublikamizda yagona tibbiyot axborot markazini tashkil etish va aqlli tibbiyot tizimini rivojlantirish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, bemorlarni xorij davlatlariga borib sarson bo'lmasliklari uchun eng so'nggi rusumdagi uskunalar va qator tibbiyot jihozlari olib kelinmoqda. Shu o'rinda teletibbiyot tizimini bosqichma-bosqich ishga tushirish maqsadida rivojlangan davlatlarda keng qo'llanilib kelinayotgan teletibbiyot uskunalari ham xarid qilinmoqda. Muxbirimiz Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan amalga oshirib kelinayotgan ushbu yo'nalishdagi tashabbuslar bilan tanishdi. Hozirgi lavha shu haqda. Teletibbiyot ushbu amaliyot chekka hududlardagi tibbiyotni rivojlantirish va kasallikni erta aniqlash uchun juda qulay vosita deyish mumkin. Agar internet sifati yaxshi bo'lsa, ushbu qurilmalar orqali nafaqat Toshkent shahri, balki xorijlik shifokorlar bilan aloqa o'rnatib, kasallikni tashxislash, hatto davolash mumkin ekanligini mutaxassis ta'kidlayapti. Bemor kelganda ushbu klinikadagi hamshira bo'ladimi, shifokor bo'ladimi? Demak, ular birlamchi tibbiy tekshiruv amaliyotlarini amalga oshirishadi. Bu qon o'lchashi mumkin, EKG qilishi mumkin, hamda ushbu ma'lumotlar demak to'g'ridan to'g'ri himoyalangan serverga kelib tushadi. Hozirda teletibbiyot uskunalari uchun maxsus klinikalar Samarqand viloyati Urgut tumani faoliyati tashkil etilgan. Ushbu loyiha orqali lor, kardiolog, dermatolog, pulmonolog hamda nevropatolog xizmatlari mavjud. Bu demak davolash amaliyotlari, undan tashqari diagnostika amaliyotlari ham amalga oshiriladi. Ushbu apparatlar to'g'ridan to'g'ri internetga ulanadi. Yozib olingan ma'lumotlar to'g'ridan to'g'ri himoyalangan serverga kelib tushadi hamda xorijdagi yoki Toshkentdagi vrach bilan bevosita bu ma'lumotlar uzatib beriladi.